To'la 5 daqiqada 2,45 million foyda qildim. Qanday qilib deysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Farzandim xususiy bog'chaga boradi. Yillik to'lovdan 12%ni qaytarib olmoqchiman. Buning uchun bog'cha bilan tuzilgan shartnoma va to'langan pullar haqida ma'lumot kerak bo'ladi. O'shaning uchun hozir bog'chaga borib, ushbu hujjatlarni olaman. Mana o'rtoqlar, bog'chadan spravka va shartnomani oldim. Endi hamma dandalarni soliq.uz saytidan kirgizmoqchiman. Buning uchun soliq ilovasiga kirib olamiz. Soliqlar bo'limidan soliq imtiyozini qaytarish bo'limiga o'tamiz. Maktabgacha ta'lim tanlaymiz, farzandimizni tanlab olamiz. Shartnoma raqamini shartnomadan olamiz. Shartnoma sanasini ham shartnomadan olamiz. Shartnoma sanasini yozib bo'lgach, yilni tanlab olamiz. Bizning hisobimizda bu 2024-yil. Ma'lumotlarni kiritamiz, har bitta tashkilot raqam bo'ladi yozib olamiz va jami yo'naltirilgan summani yozib olamiz. Shundan so'ng faylni biriktiramiz. Faylni biriktirib davom etishga bosamiz. Ma'lumot uchun faylimiz shartnoma va ma'lumotnomaning birgalikdagi PDF varianti. Yuborish tugmasini bosib arizamizni yuboramiz. Yuborganimizdan keyin soliq bo'limiga o'tib, soliq qarzini so'ndirish bo'limiga o'tib olamiz va qaytarish tugmasini bosamiz. Har bir bank kartasining tranzit raqam va infosi bo'ladi. Buni internetdan topsangiz bo'ladi. Kiritib yuborish tugmasini bosamiz. Arizamiz yaratildi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing va bu videoni farzandi xususiy maktab yoki bog'chaga boradigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.